uzr so'rayman yoshlar haqida qo'shiq. Yo'q, aytavering. Men uzr so'rayman deya qo'shilmagandim. Aha. Farqi yo'q xola, alla aytsa bo'laveradi. Farqi yo'q. Faqat oxirida qarshi bilan aniqlaymiz. Bitta zo'r aytish shart emas. Oxirida kimga ko'p qarshi chiqarilsa bu. O'zi har doimgidek kimni tanish bilish bo'lsa shu yutadi. Bu. Tayyor, savol. Ismingiz? Familiyangiz? Qarshi oling. Hozir sahnada estradamiz yorqin ijodkori, O'zbekiston xalq artisti Yulduzxonim Usmonova muxlisi. Muxlisi deb. Bu ayting. Sochlarimni silib tarayman, seni kutib yo'llar qarayman. Men sizni azizim, men sizni azizim, sog'inaman yo'llar qarayman. Men sizni azizim, men sizni bosh egam, sog'inaman yo'llar qarayman. Shunaqa so'rayman. Yuzlardan xato aytgan ekan. Originali shunaqa. Xola gap yo'q. Eslab qolinglar. Kim bolalardan? Hozir endi men ayollar boshladi. Endichi erkaklardan bo'lsin, mazza. Aytib Odilbek Muhammad Zohid. Birga yuramiz degan qo'shiq. Davay, qaysi qo'shiq? Esdami? Davay. Otini keyin qo'yamiz. Yana qaytib kelsam dunyoga, tanadigan tanib bilardim. Oramizda bo'lsa dunyoda, tanadigan bo'lardim. Otabekga meshko'radi. Eslab qolinglar. Otabek Muhammad Zohid, sensatsiya. Qaysi qo'shiq aytdi? Bosika. Qaysi qo'shiq? Bandaman. Davay. Oy yuzingga jon berado bandaman, mehri ravshan gul bekin to bandaman, mehri ravshan gul bekin to bandaman. Ko'rgani yuzi gulistonim ko'zim, zavq birla gul bekin